bobojonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur. Sizga dunyoning yarmi bo'ysundi. Nahotki shuncha qudrat kamlik qildi? Va alaykum assalom. Bilginki, kishi yurtini sog'inganda oltin taxt ham oyog'iga tikandek botar ekan. Bir qo'lda qalam tutdingiz. Siz uchun qay biri muhimroq? Zafarmi yoki ijod? Qilich bilan olingan boylik vaqtinchalik, qog'ozga tushirilgan so'zlar abadiydir. Mening chin davlatim Bobur nomadir. Yaqinlaringizdan ko'p xiyonat ko'rdingiz. Insonlarga bo'lgan ishonchni qanday saqlab qoldingiz? Jafo ko'rsam ham birovga yomonlikni sog'inmadim. Podshohning yuki kechirimli bo'lishdi. Adolat bilan yashagan odam yiqilsa ham nomi o'lmaydi. Yerlaringizda nega bunchalik dard ko'p? Siz shoh edingiz-ku. Shohlik bu tillakishan. Ruhim esa hamisha hurlikka, ya'ni vatanimga talpingan. Nega asarlaringizni forsiyda emas, turkiyada yozdingiz? Chunki ona tili millatning ruhidir. Kelajak avlod, podshohlar ham oddiy inson ekanini, ular ham xato qilishi va pushaymon bo'lishi mumkinligini bilishini istadim. Hayotingizda eng og'ir damlarda sizga nima kuch berdi? Do'stlarim tark etsa ham, taxtdan ayrilsam ham, kitob mutolaasi va ijod meni ruhan tikladi. Bobojon, hozirgi yoshlarga nasihatingiz? Biliming bo'lsa, hech qachon butkul mag'lub bo'lmaysan. Bilim olinglar. Ey ko'ngil ahli jahon yaxshilik kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Bu zamonni nafi qilsam ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz netayin bu zamondan yaxshilik.